lekin ben Güliston mahallasidan keldim, Burxonda Marg'ilonga ko'cha 5-domdan 5 ta 6 xonadon bir necha yildan beri atapiyada muammo bo'lardi. Endi biz bir necha marta, bir necha yil hisobda atapiyadaga borib keldik, bo'lmayapti, har oy bordik. Qishni yozim bordik. Bir chorak ko'ringlar desak, sizlar xavotir olmanglar. Qarzdorlik yozilmayapti dedi. Keyin nimada kuzda bilib qoldik, qarzdorlik yozib tashlabdi 1 milliondan oshiq. Iste'molchilar huquqini himoyalash bo'limiga biz murojaat qildik. Murojaat qilganimizda shu iste'molchi huquqini himoyalash bo'limidagilar biz bilan yonimizda turib, ishimizni sudga chiqarib, ijodiy haq berib, hamma ishimizni, qarzlarimizni nol qildirib, sudda g'olib chiqarib, bizni shu nimadan yordam berib olib ketishdi. Shularga avvalo rahmat, tanjonlari sog' bo'lsa iloyim. Prezidentimizga ham rahmat, shunaqa nimalarni tashkil qilib qo'yganlarga, bizga o'xshagan oddiy odamlarga yordam qiladigan nima qilgan prezidentimizga va shu iste'molchilar bo'limidagilarga ham katta rahmat.